Assalomu alaykum. Yakkakurashlar olamini xush ko'radigan muxlislarimizni ekran qarshisiga chorlab qolamiz. Bizning ijodiy jamoamiz o'ziga xos an'analarni qayta tiklash maqsadida sizlarga Fighter ko'rsatuvini taqdim etadi. Ushbu ko'rsatuvni boshlashdan avval ko'p o'yladik. Dastlabki dasturimizda qaysi bir jangovar sport turi haqida so'z yuritsak ekan. Aslida o'ylash ham kerak emas. Bugungi kunda jahonni charm qo'lqop ustalarimiz, bokschilarimiz larzaga solib, peshqadamlikni hech kimga bermay kelishmoqda. Va albatta, bu restart olayotgan Fighter dasturi ham aynan boks haqida bo'ladi. Zamonaviy boks sporti 18-asrda Angliyada paydo bo'lganligini yaxshi bilamiz. Biroq shunga o'xshash mushta o'tkaziladigan janglar tasvirlari tushgan yozuvlar qadimgi Shumer, Misr va Minoy mamlakatlarida mavjud bo'lgan. Qadimgi Gretsiyada ham boksga o'xshash yakkakurash bo'yicha turnirlar o'tkazilgan. Eramizdan avvalgi 688-yilda esa boksga o'xshash sport turi antik Olimpiya o'yinlariga kiritilgan. Siz u biz biladigan boks qoidalari va reglamentiga bir nazar. Bu sport turi bo'yicha janglar taraflari teng bo'lgan va har bir tarafi 6 metrdan bo'lgan kvadrat ringda bo'lib o'tadi. Ringning atrofi qalinligi 2,5 yoki 3 sm bo'lgan 4 ta kanat tortiladi. Boks qo'lqoplari havaskorlarda AIBA tasdiqdan o'tgan ishlab chiqaruvchi og'irligi 10 unsiya 283 grammni tashkil etadigan teri charmdan tayyorlangan va maxsus tekstil ushlagich bilan mahkamlanadigan qo'lqoplardan foydalanadi. Pro boks esa og'irligi odatda 8, 10 va 12 unsiya 226, 283 va 340 grammlik teri charmdan ishlab chiqarilgan va ip bog'ichlari yordamida mahkamlanadigan qo'lqoplardan foydalaniladi. Keling endi bizning yurtga boks kirib kelishi haqida qisqa ma'lumotga ega bo'laylik. O'tgan asrning boshida mamlakatimizga AQShdan o'zbek boksiga qaysidir ma'noda asos solgan Sidney Jackson tashrif buyuradi va bu diyorga mehr qo'yib, umrining oxiriga qadar sportchilarni tarbiyalab, murabbiylarga boks o'quv metodikasini o'rgatib kelgan. Sidney Jackson haqida ko'plab asarlar yozilgan, ko'rsatuvlar tayyorlangan. Uni faoliyatini yoritish uchun birgina ko'rsatuvni o'zi kifoya bo'lmaydi, yetmaydi. Sobiq ittifoq davrida boks bo'yicha terma jamoa safiga kirish bizning yurt vakillari uchun ayrim sabablarga ko'ra imkonsiz edi. Aks holda shunday iqtidorlar yurtidan atigi bittagina jahon chempioni borligini nima bilan izohlashni ham bilmaysan. Lekin bu davonni yorib o'tgan sportchi shubhasiz buyuk bokschi. Bu so'zlar albatta 1974-yilgi jahon chempioni va 1976-yilgi Olimpiya o'yinlari kumush medali sohibi Rufat Rizqiyev haqida. Mustaqillik davrida boks va bokschilarimiz erkin parvoz qila boshlashdi. Olimpiya o'yinlarini olib qaraydigan bo'lsak, 1996-yilda Atlantada Karim To'laganov bronza medal bilan boshlab bergan bo'lsa, bu yog'iga 2000-yil Sidneyda Muhammad Qodir Abdullayev o'zbek eliga ilk Olimp oltin medalini tuhfa qildi. Rustam Saidov, Sergey Mikhailov Sidneyda, Bahodir Sultonov, O'tkirbek Haydarov Afinada va Londonda Abbos Atoyev Olimp boksimiz tarixiga o'z ismlarini yozishdi. ...2016-yilgi Rio esa biz sizlar bilan doimiy faxr bilan eslaydigan Olimpiya o'yinlariga aylandi. Aynan shu 4 yillikning eng nufuzli sport tadbiridan so'ng o'zbek boksi to hozirgi kunga qadar shohsuppani hech kimga topshirmay, har bir turnirda kim eng kuchli ekanligini isbotlab kelmoqda. Rio 2016-olimpiadasida Rustam To'laganov boshlab bergan bronza medali yakunda 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 bronzaga aylandi. Albatta, qahramonlarimizni eslab o'tamiz. Hasanboy Do'smatov, Shahobiddin Zoirov, Fazliddin G'oyibnazarov, Shahram G'iyosov, Bektemir Meliqo'ziyev, Murodjon Ahmadaliyev. So'nggi 2019-yil Yekaterinburgda bo'lib o'tgan jahon chempionati haqida ham aytib o'tishimiz darkor. Shahobiddin Zoirov
Mirazizbek Mirzahalilov, Bahodir Jalolov oltin, Dilshodbek Ro'zmetov kumush va Osmon Boturov bronza medallarga ega bo'lib, o'zbek boksi nafaqat jahonda birinchi, balki avlodlar almashinuvi ham maromida ketayotgani, yangidan yangi nomlar chiqib kelayotganligini amalda ko'rsatib turibdi. Bunday natijalar ostida shak shubhasiz mashaqqatli mehnat turganligi, katta ko'lamda ish bajarilayotganligi aniq. Federatsiya rahbariyati, murabbiylar va mas'ul insonlar boksimizning darajasini saqlab, uni yanada yuqoriga ko'tarishda tinimsiz harakatda bo'layotganligini yaxshi bilamiz. Keling, bu jarayonlar qay tarzda amalga oshirilayotganligini bilib qolamiz.